Vatandaşımlık yana devam ya. Bugün Çislak 2024 yıl 8. ayının 15. günü heptige. Perşembe vatandaşım. Endisilige sözdeydiğallik siyemiz. Konu mavzu, lekin konu mavzu boğan bile yeni mavzu vatandaş. Yeni mavzu. Yeni mavzu konu mesele, yeni mavzu konu mesele, yeni mavzu konu mavzu yeni mesele. O kanda mesele vatandaş. Mavzuga diqqat qiling, qasriya. Araçqa qisilib qolgan Tashqi Mongoliya, Nemishqa Jungo, Rossiya, Amerika o'rtasida u yoqqa, bu yoqqa qarab qoldi. Nemishqa, Rossiya, Jungo, Amerika o'rtasida u yoqqa qarab qoldi. Mavzuli xabar 8. ayning 14. kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. 8. ayning 1. kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat shtabi Osiyodagi 5-6 davlatni ziyorat qilib, oxirgi bekat Tashqi Mongoliyaga yetib keldi va Osiyo ziyoratini Tashqi Mongoliyada oxirlashtirdi. Bu xabar bugun yana yetib keldi Amerika ovoziga. Shunda qaraganda hozir Tashqi Mongoliyaning g'arb dunyosi bilan bo'lib o'tgan munosabati kuchaydi vatandosh. Xabar naqlanjimi? Amerika Jungo strategik raqobati kun sayin keskinlashib o'tgan bir paytda yaqinqi yillardan beri Amerika boshchiligidagi demokratik davlatlarga Tashqi Mongoliya yaqindan beri Amerika boshchiligidagi demokratik davlatlarga yaqinlashishga boshladi. Bu davlatlarni 3-chi qo'shni davlat deb qaradi. Hozirgacha Tashqi Mongoliya cho'ng davlatlar siyosat diplomatiyasida diplomatik muvozanatni saqlab keldi va Osiyodagi intayin murakkab geopolitik siyosatda az uchraydigan bir misol bo'lib qoldi. Tahlilchilar mundaq hisobladi. Tashqi Mongoliyaning yangi planlatib usul o'ynishining muhim sabablaridan biri shuki, Tashqi Mongoliya Amerika bilan bo'lgan munosabatni cho'nqurlashtirib, Jungoning manfaatiga ta'sir ko'rsatmadi. Ko'rdingizmi? Xitoy tili programmasi, Amerika ovozi. Insonning vujudidagi hissiyatni ta'virtanmaysiz. O Amerika'nın siyaseti ushlab tursinmi? Amerika'nın siyaseti uchun so'zlaydigan bo'lsinmi shu muxbirlar? Ya'ni shuning ostida qistirib turib, Jungoning manfaatini hargiz bir taraf qo'yib o'tmaydi. Bu yerda O'rta Osiyoga kirayotgan, masalan, Tashqi Mongoliyaga kirayotgan g'arb diplomatlari, g'arb davlat rahbarlari amaliyotda mush diplomatik faoliyatlarda birisining manfaatiga ziyon solaman, birisining manfaatiga foyda keltiraman deb berayotgani yo'q vatandosh. Muqarrarlik. Dünya tarixi vaziyatining muqarrarligi. Dunyoning real talablarining muqarrarligi. Bugun bular mush rahbarlar tunigun O'rta Osiyoda, Afg'onistonda harakat qilgan bo'lsa, endilikda bugun mush rahbarlar Sharqiy Shimoliy Osiyodagi deyildi, amaliyotda O'rta Osiyoning bir bo'ligi Tashqi Mongoliyada harakat qilyotgan vatandoshlar. Men demoqchi bo'lganim bir jumla so'zlar aytibdiki, unutib qolaman. Hozir g'arb dunyosi Markaziy Osiyoga qiziqdi. O'rta Osiyoga qiziqdi. O'rta Osiyo amaliyoti Yevroosiyoning markaziy vatandoshi. Amerikalik geopolitika siyosat tadqiqotchisi Huntingtonning kitobida O'rta Osiyo yoki Markaziy Osiyo masalasi kelgusi dunyoning taqdirini bir taraf qildigan masaladir deb ko'rsatgan edi vatandosh. Hozir shu davr keldi. G'arb diplomatlari O'rta Osiyoga. O'rta Osiyo deganda buning janubiy tarafida Tibet. O'rta Osiyo deganda buning o'rta qismida Uyg'uriston. Uning shimol tarafi Mongoliyani ichiga olgan holda toki Kavkaz tog'larigacha, toki Kichik Osiyogacha mushu bepoyon zamin O'rta Osiyo, Markaziy Osiyo deb ataladi. Mushu Osiyo hozir g'arb davlatlari kirib keldi. Vatandoshlar,
Bo'libmi Tashqi Mong'oliyaga Amerika Qo'shma Shtatlari davlat rahbarlarining ziyoratga berishi bu siz qiziqadigan, biz qiziqadigan muhim tema, muammo bo'lib hisoblanadi vatandoshim. Vietnam, Filippin qatorlamada gapimni oxirini tushiraylik. Ma jungoluq muxbir bu g'arb dunyosidan Tashqi Mong'oliyaga berib ketishi hargiz jungoning manfaatiga ziyon solish uchun emas deydi. Men boshda aytdim-ku, bu davlatlar, g'arb davlatlari birovning manfaatiga ziyon solaman deb borgani yo'q. Tarixiy muqarrarlik bugungi kunda Markaziy Osiyo, Uyg'uriston, Markaziy Osiyo, Tashqi Mong'oliya va boshqa davlatlar g'arb dunyosining ko'ziga nazarga ilingan ekan, bu yurish, bu ziyorat muqarrar bo'ladi vatandosh. Bu radioning muxbirining jungoning manfaatiga ziyon yetadi, jungoning manfaatiga foyda keldi ikkinchi gap. Vietnam, Filippin qatorliq Osiyodagi 5 davlatni ziyorat qilgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken mushu oyning 5-ida, ya'ni 8-oyning 1-kuni Tashqi Mong'oliyani Osiyo ziyoratining eng oxirgi bekiti qilib, Osiyo ziyoratini oxirlashtirgan edi. Mong'oliya ziyoratida davlat ishlar kotibi Antony Blinken Tashqi Mong'oliya Amerikaning Hind Tinch okeani rayonida yadroliq sherikimiz dedi. Yadroliq sherikidir dedi. Belki bundoq sheriklik munosabatimiz har kuni degudek bir yangi saviyaga yuzlandi. Ko'rdingizmi? Davlat ishlar kotibi Antony Blinken dediki, Mong'oliya Amerika siyosiy, tashqi siyosiy yadroliq masala. Endilikda bugundan boshlab Amerika Mong'oliya munosabatini har kuni bir pallaga o'rlash shaklida har kuni yangi bir saviyaga kirib kelyapti deydi vatandosh. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Antony Blinkendan boshqa Yaponiya vaziri Fumio Kishida qarab turing. Musha hafta, ya'ni yakshanba kuni oldimizdagi yakshanba kuni turgan Mong'oliyani ziyorat qilishni planlagan edi. 9-kuni, 8-oyning 9-kuni Fumio Kishida O'rta Osiyo kirdi. Shundan keyin O'rta Osiyoda 5 davlat esilgan yig'in to'g'risida men hech qanday xabar uchirtmadim. Nima sababini bilmadim yoki men ko'ymay qoldim vatandosh. O'rta Osiyo kirdi. Bugun endi bu yerda nima deydi? Fumio Kishida, Yaponiya vaziri Fumio Kishida Mong'oliyani ziyorat qilish planga olgan edi. Mush mavzu, mush abzasida diqqat qilajman. Lekin Yaponiya yer tavrash yuz berib, bu rasmiy ziyoratni amaldan qoldirdi. Yer tavrdi yaqinda. Yaponiya matbuoti mundaq fikr qildi. Vazir Fumio Kishida Tashqi Mong'oliyani ziyorat qilish mezgilida balki Yaponiya, Mong'oliya ikki davlat mudofaa qurollanish aslahalarini o'zaro eksport qilish, import qilish kelishimi imzolaydi. Tushundingizmi vatandosh? Amerika Qo'shma Shtatlarining Osiyodagi birdan-bir ittifoqdosh davlat Yaponiya. Yaponiya Amerika Qo'shma Shtatlarining qadinasi, do'sti, qadinasi ittifoqdoshi. Bugun Yaponiya boshqa Mong'oliyani ziyorat qiladi. Aralıqda davlat mudofaa aslahalarini import qilish, eksport qilish Yaponiya davlati bilan Mong'oliya davlati kelishim imzolandi. Tushundingizmi? Tasavvuringizda bir ziraklik, bir inchkilik bormi vatandosh? Inchki o'ylab beqing vatandosh. Shu abzaslarni bek inchki o'ylab beqing vatandosh. Men sizga shunchalik deyaleyim, o'zim bir nima deyolmayman sizga juma. O'tgan yili 2023-yili Fransiya prezidenti Emmanuel Macron tunji qatam Mong'oliyani ziyorat qilgandan keyin o'tgan bir necha oylar ichida Mong'oliyani ziyorat qilgan g'arb davlatlari rahbarlari Germaniya prezidenti Frank Walter ya'ni shu chog'da Angliyaning tashqi ishlar ministri David Cameron hamda Amerika Qo'shma Shtatlari muavin davlat ishlar kotibi Kurt Campbell
Katarlı Garip devlet başlıkları ve emeldarları Mongoliya'nı ziyaret kıldı. Katlı gep vatandaş ne mi dedim ben? Garip dünyası merkezi Asya'ya, Yavru Asya'nın merkezi kirişkire kızıktı. Bu o bekin. Bu dünya tarihinin mukarrarlığı dedim vatandaşım. Hani endi bir yerde Garip devletleri, diplomatları, devlet başlıkları arkadan Taşkı Mongoliya'nı ziyaret kıldı. Muavin devlet iştakatı Kurt Campbell Mongoliya'nı ziyaret kılganda Amerika Devlet Mahkemesi ikinci kol rehberi bulup tayinlengendiği için tünci kıtım Mongoliya'nı ziyaret kılgan Amerika Koşmuş Ştatlarının yukarı derecedeki emeldarlarının birisi bulup hesaplandı. Amerika Devlet Mahkemesi'nin bayanatında mındak görüştüldü. Amerika diplomatiya taşkı siyasi Japonya ile Mongoliya'nı iki mühim devletle katarı koydu. Ben başlayayım, Japonya, Amerika Koşmuş Ştatlarının kadinası dostu ittifaklışı. Bugün hem de bunun Taşkı Mongoliya koşuldu. Hazır Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Mahkemesi ne mi dedim? Japonya ile Mongoliya'nı Amerika taşkı siyasetinin mühim devletler katarıga koydu. Japonya, Mongoliya. Bu arkalık Amerika özünün şimdi Tinç Okyan ve başka raylarının erkinliği ve güllenişi bergen kat'i vadisini gevdelendirdi. Bu haberimiz pek katı haber cuma vatandaş. Ben sizge dedim Uyguristan'ın mukaddes ülkesi Kumul. Kumul'un serven tağlarda at çaptırıp ötken, kılıç oynatıp ötken Hoca Niyaz Hacım rahmetlik. Kumul'un serven tağları da at oynatıp, kılıç oynatıp ötken tarihteki Tömür Halife. Stalin'in pilal işi ve yerlik millet arıslarının pilal işi arkalık öldürülgen Uygur'un inkılapçıları, Uygur'un kahramanları. Muşu Kumul ülkesinin Aratürk, Barikül, Naistin ta ki Kazakistan çigrası, Rusya çigrası da Kazakistan çigrası geçip olgan bu şimali devlet, Uyguristan devletinin şimal çigrası Taşkı Mongoliya bilen tutuşuduğun bir bayan çigradır. Eğer maşini tezlikide 1 saat 80 kilometre manalaydıgan maşina Kamaz pamaz degende jük taşıydıgan maşinalar cumu esinizde bolsun jük taşıydıgan savdo ticaret kılıdıgan maşinalar cumu Ulan Batur'da yolga çıksa 1500 kilometre yolunu besip 8-9 saat içinde bu savdo karvanları Ürümçi şehriga yetib keladi. Muşundaq chegara Taşkı Mongoliya Uyg'uriston uchun muşundaq chegara. Biz şunun ajablanimiz ham xo'shulimiz. G'arb dunyosi O'rta Osiyoga ko'ngil bo'ldi, taraqqiyotga ko'ngil bo'ldi, erkinlik ko'ngil bo'ldi, savdo tijorat ko'ngil bo'ldi. Bu dunyoning tarixini, dunyo tarixini muqarrarligi va zaruriyati vatandosh.